5 vaqt namoz o'qiganlar menen tahajjud namoz o'qiganlarning o'rtasida emne ayrimi var dese islom olimlari aytadi. 5 vaqt namozga inson chaqiradi. Allohu akbar deb. İnsan chaqirib atadi. 5 vaqt namozga inson chaqiradi. Hayya alas salah. Namazga kelgile deb. İnsan chaqirib atadi. Allohning so'zi bilan biroq inson chaqirib atadi. Tahajjud namozga Alloh o'zi chaqirib atadi. Qarag'lar. Hal min mustagfirin agfirlah. Kechirim so'ray turganlar bo'lsa kechira salayin deb Alloh shunchalik kutadi deb atadi. Alloh chaqirib atadi. Hal min sa'ilin u'tilah. Tilengenler var mı? Perzent tilesin. Din soluk sorasın. Mansap da sorasın. Dünya da sorasın. Emne sorasa birem hazır deb Allah Teala vada kılıp atadi. Buga Allah Teala çakırıp atadi. Tahajjud bilen 5 vaqt namazının ayırması şu. Oşan için İslam alimleri aytadi. Tahajjud namazın okup жатқан